Toshkent viloyatidan zakaz qilgan mijozimiz uchun individualniy tikilgan ko'ylaklarimizni sizga bugun ko'rsatib o'taman. O'zlarini tashagan fasonlari bo'yicha biz 44 razmerda tikkanmiz. Oldilari shunaqa qo'lishi, kenglarida ham juda shunaqa toshli matodan nimchasi bor. Kenglari uzun qilib tikilgan, kaltamas, rezinkalari ham yumshoq tikilgan, ko'ylakni o'zlari ham keng qilib. Chiqganingizda ham bemalol qulay yurishingiz uchun shunaqa nimchasini yechib ham kiysangiz bo'ladi. O'zi ham juda ham chiroyli, akkuratniy turadi ustingizda. Unga qo'shib bizdan aksessuarlar ham, fatali ham bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Bu ikkinchi fasonimiz. Ishtoni bilan ustidagi nimchasi bir xil matodan, ichi bo'lsa organza matodan tikilgan. Kenglarida hamma joyda astari bor, qo'lingiz ichi umuman ko'rinmaydi. Ustida shuni bezaklari bor, hammasi qo'l ishi. Bu komplektimiz ham juda ham xizmat qilishingiz udobni foto aksessuarlar qo'shib yasattirsanglar bo'ladi. Zakaz qilish uchun profilimga murojaat qilsangiz bo'ladi. O'zingizning maxsus razmeringizda ko'ylak lozimlar, shunaqa vechirniy ko'ylaklar tikib beramiz. Matolar qidirib bozorda aylanib yurmaysiz, bizga fasoningizni aytasiz, razmeringizni aytib, o'zimiz dollarini olib tayyor qilib sizga jo'natamiz. Menga obuna bo'lishni unutmang.